Edubaza platformasida ustozlar o'z oyliklarini qanday hisoblashlari mumkin? Buning uchun biz maxsus kalkulyator yaratganmiz. Kabinetimizda pastda qo'shimcha bo'limlar degan joyda oylik hisoblash degan menyuni tanlaymiz. Va bizda mana shunday juda ham chiroyli va qulay kalkulyator chiqib keladi. Kerakli bo'limlarni tanlab chiqish orqali oyligimizni qaysi huquqiy asosga ko'ra qancha chiqish kerak, foizlari, ustamalari hammasini chiqarib beradi. Keling, hisoblab ko'ramiz. Masalan, biz boshlang'ich sinf o'qituvchisimiz, oliy toifali haftalik dars soatimiz o'rtacha 18 soat umumiy norma bo'lsa, 24 soat dars o'tamiz. Mana 24 soat dars o'tamiz. Keyingisini bosamiz. Qo'shimcha vazifalar. Sinf rahbarimisiz? Nechtadan nechtagacha o'quvchi? 21 tadan 25 tagacha. Daftar tekshirasizmi? Ha, 15 ta va undan ortiq. Kabinet mudirligingiz bormi? Kabinet mudirligi bu o'sha informatika kabinetlari bor yoki bo'lmasa laboratoriyasi bor bo'lgan maktablarda alohida laboratoriya mudirligi ham bor. Kabinet mudirligini ko'rsatamiz. Uyda ta'lim berasizmi? Alohida uyda ta'lim beradigan soatlaringiz bo'lsa agar, buni ham kiritishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, 24 soatga qo'shimcha 4 soat yana uyda ta'lim ham bor. Chunki mana shu 4 soat uchun sizda qo'shimcha 40% ustama qo'llaniladi. Keyin qadam bosamiz. Qanaqa sertifikatingiz bor? Sertifikatim bor degan joyi bosish orqali siz sertifikat ustamasini ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, 20%likmi, 30%likmi? Mana. Aytaylik, 20% ustamamiz bor. Metod birlashma rahbarligi bo'lsa tanlaysiz yoki direktor jamg'armasi bormi yo'qmi, uni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Keyingi qadam jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i avtomatik 12% hisoblanadi va kasaba uyushmasiga a'zoligingiz bu yerda tanlangan, chunki o'zi ko'pchilik xodimlar kasaba uyushmasiga a'zo bo'ladi. 1% mana shu joyda belgilangan. Agar siz 1% to'lamaydigan bo'lsangiz, o'zingiz bilsangiz, kasaba uyushmasiga a'zo emas bo'lsangiz, bu galotchikani o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Bizda hozir tanlangan turibdi. Hisoblashni bosamiz. Bizda mana bu joyda oylik hisob-kitobi kelib chiqdi. Ko'rib chiqishingiz mumkin, nima uchun qancha chiqishi, asosiy ish haqi qancha chiqadi, sinf rahbarligidan qancha chiqadi, daftar tekshirishdan qancha, kabinet mudirligiga qancha ustama, sertifikat ustamasi qancha, daromad solig'iga qancha ketdi va kasaba uyushmasi qancha ushlab qoldi, qo'lga tegadigan qancha bo'ldi. Va eng muhimi, har bitta ko'rsatilgan punktlar bo'yicha qaysi huquqiy asosga ko'ra bu oylik chiqayotganini ko'rsatilgan. Mana bu undov belgini ustiga bossangiz, Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 21 dekabrdagi 275-sonli qarori deb yozilgan. Shu qarorni Lexus'dan ochib ham ko'rsangiz, nimaga ko'ra daftar tekshirishga qancha berish kerakligi yozib qo'yilgan. Istasangiz buni PDF sifatida yuklab olishingiz mumkin. Bu rasmiy ma'lumotnoma hisoblanmaydi, shunchaki bu tanishish uchun ma'lumotnoma. Buni buxgalteriyadan o'zingiz demak solishtirib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa PDF ko'rinishida sizga alohida ma'lumot ham chiqarib beradi. Bu ma'lumotnoma hisoblanmaydi, lekin shunchaki tanishish uchun. Xo'p, kalkulyatorni ishlatish har doim qulay va mutlaqo bepul. Buning uchun hech narsa qilish shart emas. Shuning uchun Telegram yoki havolani ko'chirish orqali boshqa ustozlarga ulashib qo'ying.